Bismillahirrohmanirrohim. Ya Rabbi, ushbu muborak kunda xatmi Qur'onlar, qiyomul layl, qadr kechalarda qilinayotgan iltijo duolarimizni maqbul aylagin ya Rabbi. O'zingni kalominga muhabbat va sidqi dil bilan kechalari qoyim bo'lib Qur'onga somiy bo'lib turgan bu aziz bandalaringga barchalarimizni ibodatlarimizni husni qabul aylagin. Qur'oni Karimning har bir harfiga va'da qilingan savobdan barchalarimizni bahramand qilgin ya Rabbi. Ya Rabbi, bugun diyorimizda masjidlarimizni barchasida xatmi Qur'on bo'lib duoga qo'l ochib turilarkan, bundan tashqari domlalarimiz, noiblarimiz, otin oilalarimiz, ahli ilmlarimiz tomonidan 10 mingdan ziyod xatmi Qur'onlar bo'ldi. Masjidlarimizda 1700 tasida bugun xatmi Qur'on bo'lib, qo'llarimizni duoga ochib, o'zingni rahmatingni umid qilib duo va iltijolar qilib turibmiz. Ya Rabbi, o'zing duolarimizni qabul aylagin. Xatmi Qur'onlarga berilgan savoblardan yurtimizdan o'tgan barcha ulug' ustozlarni, allomalarimizni, yurti xalqi uchun jonini fido qilib o'tgan barcha ulug'larimizni, duoga qo'l ochib turgan, bugun duo qilib turgan yurtimizdagi barcha mo'min musulmonlar, xonadonlarda turganlar, duoyimizda ishtirok etolmayotganlar, bemorlar bo'lsin, barcha xalqimizni o'tib ketgan ota-ona va ajdod va jaddodlarni rahmatingga olgin. Qur'on nuri bilan munavvar qilgin. Orqasidan duo qiladigan yo'q bo'lib qolgan g'arib g'urabolarimizni da rahmat qilgin ya Rabbi. Ya Rabbi, xatmi Qur'onlar, mana hozir Qur'on ta'limlari bo'lib 60 mingdan ziyod odam Qur'on kurslarini tamomlab chiqdilar. Mana shuncha Qur'on o'quvchilikka sababchi bo'lgan va 15 ming odam Makkaga borib hajlar qilib kelyapti. Salkam 800 mingga yaqin odam umra qildi. Mana shuncha ibodatlarning sababchisi bo'lib turgan prezidentimizga uzoq umr bergin. Bugungi xatmi Qur'onlar duolarimizdan prezidentimizni o'tib ketgan ota-onasini bahramand qilgin. Ularni yotgan joylarini jannat bog'chalaridan bir bog'cha qilgin. O'zlariga uzoq umr bergin. Yurti uchun, xalqi uchun, mana shu yoshlarni kelajak baxti saodati uchun tuni kun harakat qilyaptilar. O'zing madadkor bo'lgin, o'zing yordam bergin. Ularning atrofida xizmat qilib turgan barcha vazirlar, vazarolar, hokim va hukamo hamma mas'ullarni vatani, yurti oldida olib borayotgan ishlariga o'zing madadkor bo'lgin. Musofirligida yurgan hamyurtlarimiz bor ekanlar. Ota-onasini boqaman deb, bola chaqasini boqaman deb mehnat qilib yurgan musofirligidagi hamyurtlarimiz bugun safimizda duoda ishtirok etmasalarda, ular uzoqlarda turib, bugungi xatmlarimizni duosiga umid qilib turibdilar. Chet ellarda o'qishda yurganlarimiz bor, xizmatda yurganlarimiz bor. Alloh hammalarini safarlarini bexatar qilding. O'zing ularni tinch omon qilgin, muhofaza qilgin, turli balo ofatlardan saqlab, yurtimizga, ota-onasi, oilasini bag'riga o'zing hozir aylagin. Jamoatimiz ichida, xalqimiz ichida duo so'rab bemorlari bor ekan, shifo so'raganlar bor. Alloh kimni xonadonida, yurtimizda bemorlar bo'lsa, ularga shifo bergin. Mana shu bemorlarni davolashga xizmat qilayotgan shifokorlarimizni ham qo'llarini yengil qilgin. Ularni Allohim ishlariga rivoj bergin, xalqiga mehribon qilgin va bu shifokorlarga berilajak savoblardan ko'paytirib bergin. İçimizde mushkuli tushganlar bor. Alloh ularning mushkullarini oson qilsin. Qarzdorlarni Alloh qarzlariga o'zi osonlik bilan uzilishligini nasib qilsin. Hojatmandlarda Alloh hojatini ravo aylasin. Duoga qo'l ochib turgan hammamizni Allohim bugun ulug' kunda qadr kechasini topib, xatmdan keyin duo qabuliyatini umid qilib turibmiz. Ilohim xatmi Qur'onda savobi va mana bunday qadr kechalarni topganlar qatoridan bo'lishligimizni nasib qilar ekansan, sendan yolvorib so'raymiz. O'tib ketgan ota-onalarimizni barchamiznikini rahmat qilgin. Yotgan joylarini Qur'on nuri bilan munavvar qilgin. Gunohlarini o'zing mag'firat qilgin. Allohim ota-onasi hayot bo'lib turganlar Ka'ba oldida ularning duosini olishni nasib qilgin. Xatmi Qur'onda tik turib namoz o'qib, o'zingning kalominga muhabbat bilan somiy bo'lganlarga xatmi Qur'onni o'qiganlarning savobini bergin. Ya Rabbi, bu xatmi Qur'onlar yurtimizga baraka, fayz bo'lishini nasib qilgin. Bu duolarimiz bilan yurtimiz yanada obod bo'lsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin.
turli balo ofatlardan o'zing saqlagin. Yurti elimizdagi barchalarimizni bir-birlarimizga muhabbatlarimizni ziyoda qilgin. Ya Rabbi, jonajon vatanimizdagi barcha xalqimizni, yoshlarimizni ilm va ma'rifatlik, vataniga, yurtiga sadoqatlik, oilasiga, ota-onasiga yaxshi xizmat qiladigan, ularning rizoligini topadigan avlodlardan nasib qilgin. Ushbu yurtda xalqi uchun xizmat qilib turgan barcha xizmat egalari, jumladan ushbu bir oy mobaynida bu bizni tinchligimizni, xavfsizligimizni ta'minlab turgan huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlar, ichki ishlar, milliy gvardiya bir oy mobaynida qattiq xizmat qilishdilar. Allohim bularning xizmatlariga ajr bergin. Allohim mana shu bir oy mobaynida imom domlalarimiz mihrobda turib mau'iza hasanalar qildilar, ibodatga imomlik qildilar. Allohim bu imom domlalarimizni, ulug' ustozlarimizni, jumladan diniy idorada xizmat qilib o'tib ketgan muftiylar, ulamolar, barcha olim va fozillarni hammalarini Allohim yotgan joylarini Qur'on nuri bilan munavvar qilgin. Imom domlalarimizni faoliyatiga o'zing rivoj bergin. Taqvo, ilm o'zing fazilat bergin. Xatmi Qur'onga o'tib bergan qorilarimizni ota-onalariga jannatda tojlarni kiydirgin. Ularni qalblaridagi Qur'onni o'zlariga oshno va shafoatchi qilgin. Ustozlari va barcha ajdodlarni bahramand qilgin ya Rabbi. Ushbu masjidlarimizda namozda qoyim bo'lib turgan bu jamoatimizni qalblarida nimaiki yaxshi niyatlari bo'lsa, barcha niyatlarini o'zing ro'yobga chiqargin. Allohumma ahsin oqibatana fil umuri kulliha va ajirna min khizyid dunya va azabil oxirah. Va sallallohu ta'ala ala xayr xalqi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Allohu akbar.